Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumaniga qarashli Bo'ston shahrida joylashgan Axborot kutubxona markazi xodimi Yusupova Iroda bo'laman. Men bugun sizlarga Fayzi Shoh Ismoilning "Buvim ertak aytganda" kitobidan Kitob Oftob she'rini o'qib bermoqchiman. Kitob oftob desalar, hayron bo'lardim rosa. Kitob oftob bo'lsa-gar, quyosh nima bo'lmasa. Oftob kezib olamni, yoritar keng dunyoni. Kitobning nuri qani, qaydan sochar ziyoni. Lekin olganim sayin, men qo'limga kitobni bo'laman ko'rgandayin. Kitob emas, oftobni. Uni tashna ko'zlarim birma-bir varaqlaydi. Ma'no to'la so'zlari oftobdek charaqlaydi. Maroq bilan o'qiyman, sibiraman so'z nurin, bu nur yoritar deyman, o'rgatar hayot sirin. Demak, yoritar kitob millionlarning ongini, yoritganiday oftob butun hayot tongini. Aziz bolajonlar, Kitob oftob haqidagi she'r sizlarga yoqdimi? Kelgusi ko'rsatuvlarimizda undan ham chiroyli va mazmunli, maroqli she'rlarni o'qib berishga va'da beraman. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz tamom. Yaxshi qolinglar.